Assalomu alaykum. Bizni yaqindan va olisdan va ijtimoiy tarmoqdan kuzatib boruvchi qadrdon insonlar. Xudo xolasa 2 oy deganda sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Inshaalloh yangi mavsumga yangi rejalar bilan kirib keldik. Centrum Holidays standart paket, lyuks paket, premium paketlarni juda ham yaxshilangan. Chunki nimaga? Yillar o'tgan sari tajriba ortib boraveradi. Xudo xolasa sizga, ota-onangizga chiroyli shart-sharoitlarda umra safarini to'g'rilab qo'yganmiz. Hozircha reyslarimiz Toshkentdan 24-ga va boshqa sanalarga. Siz sanalarini va chislo narxlarini bilishni xohlasangiz, ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki-da Telegram, Instagram orqali bog'lanishingiz ham bo'laveradi. Bizni nafaqat O'zbekistondan va qo'shni davlatlardan ham kuzatib borishadi. Rossiyadan, Koreyadan ota-onangizga hadya qilmoqchi bo'lsangiz, biz sizning nomingizdan chiroyli qilib podarkalar bilan, hadyalar bilan sizning nomingizdan berib kelishimiz ham mumkin. Bu videoda nima demoqchiman? Xudo xolasa shart-sharoitlari hammasi mo'tadil bo'lgan. Bitta guruhimizga 50 ta 60 nafar hojilarimiz bo'lsa, o'sha bir guruhimizda bundan keyin yaxshi elboshini qo'yib 14 kun davomida o'zi olib borib, o'zi olib keladigan sharoitlargacha qo'yganmiz. Bizda mehmonxonalarimizga keladigan bo'lsak, Madina-i Munavvarda ham, Makka-i Mukarramada ham 4 yulduzli shinam mehmonxonalarimiz. Madina-i Munavvarda Divan Al-Hijra mehmonxonasi, Baqiy qabristonining ro'parasida joylashgan bo'lib, hojilarimizga ham juda ham qulay lokatsiyada joylashgan. 5 vaqt namozga bemalol Masjid Nabaviyga ulgib borishadi. Makka-i Mukarramada esa shinam 4 yulduzli bo'lib mehmonxonamiz Rose Garden bo'lib. Qariyb 1 kilometr 500 metrda oralig'ida chiqsa kerak mehmonxonamiz. Mehmonxonamizdan piyoda borsa ham haramgacha qiyinchilik bo'lmaydi. Chunki nimaga? Podyomsiz tekis yo'lda joylashgan. Agar transportda boraman desa ham svetoforlarga to'xtagani hisobiga uzog'i 10 daqiqalik yo'l. Xudo xolasa biz butun O'zbekistonga xizmat ko'rsata olamiz. Siz ko'rib turgan raqamlarga javob beramiz xolos. Centrum deb turib, Centrumda logotipidan o'tkayli ko'pchilik foydalanib, ko'pchilik o'zbeklar o'zimizni soddaligimizdan foydalanib, ko'pchilikni alda boshqa tur firmadan jo'natib yuborishgan. Shuni orqasidan Centrum Holidays nomi juda qoraga chiqib qolgan. O'sha narsalar bo'lmasligini hisobga olingan. Farg'ona shahar, Mag'lon shaharidan Glavniy ofisdan turib sizlarga Glavniy narxlarda, Glavniydan chiqarilgan kislolarni yetkazib berishga harakat qildik. To'g'ri, videoda kamchilik, xatoliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Keyingi videolargacha o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' salomat bo'ling.